Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana bizni inkubatoriyamizni mana ishga tushirdik. Inkubatoriyamiz mana ishga tushib joylandi. Kimga mana shunaqa inkubatoriya xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, biz o'zimiz qo'ldan kelgancha inkubatoriyaga tuxum yig'dik. Yana joyimiz bor, bir 10 ming 15 mingtaga yarasha. Shunga kimga shunaqa bir tuxum ochib berish xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, Xudo xolasa aloqaga chiqasizlar. Mana video syomka qilib qo'yyapman. Inshaalloh yaxshi niyatda mana biz ham boshladik. Endi boshlanishiga biz ham 5 mingta tuxum qo'yyapmiz inkubatoriyamizga. Mana 3 ta inkubatoriyamiz bor, kompyuterlik. Shu 3 ta kompyuterli inkubatoriyamizga tuxum qo'yyapmiz. Xudo xolasa 5 mingta o'zimizniki. Agar kimga tuxum qo'yib ochirtirmoqchi bo'ladigan bo'lsa, narxini kelishamiz. Kelishilgan narxlarda qo'yib beraveramiz ochirish xizmatlari bilan. Xudo xolasa aloqaga chiqasizlar. Mana bizni inkubatoriyada turgandan keyin nimasi bu? Mana raddomi tuxum ochib chiqadigan xonasi bu mana. Mana shu yerga setkalarda qo'yib tashlanadi. Tuxumlarimiz mana shu yerda mana shu raddomda ochib chiqadi xudo xolasa. Agar kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. Tuxumlarni narxini kelishamiz, ochirib berish xizmatini kelishilgan narxlarda chiroyli qilib qo'ldan kelgancha yo'lida qilib beramiz. Bizni endi mana yangi o'zimiz boshladik, xudo xolasa. Mana ikkita raddom qildik. Tuxum ochib chiqadigan jo'jaga joy qildik. Mana ikkita xonasiga 15 mingtadan 30 mingta sig'adi. Hozir o'zimiz Xudo xolasa shu 5 mingtaga qurbimiz yetib 5 mingta tuxum qo'yib ochiramiz. Agar kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. O'zida uyida qora tovug'i bor odamlar ham aloqaga chiqaverasizlar. Jo'jalarni ochirib, induykanimi, antikvar tovuqlar bo'ladigan bo'lsa ham ochirib beraveramiz. Mana shunaqa inkubatoriyamiz Xudo xolasa 1-2 kunda ishga tushiramiz. O'zimizning tuxumimiz tayyor. Aloqaga chiqaverasizlar. Nomerlarni qo'yib qo'yamiz ekranlarga chiroyli qilib. Shunaqa xizmatlar kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqib gaplashilaveradi.